Hayajonda kutib oldik bahorni, ko'zlarda sevinch, qalblarda nahorni. Yonib yonib dillarda sevinchlar, qalblarda shirin shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochilar, bog'larimda ochildi gullar. Ko'k bog'laringda go'zal g'unchalar yonadi yonadi dilgida. Bahor bahor kelding sen bahor, sen qalblarga nur solding bahor. Go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor. Bahor bahor kelding sen bahor, sen qalblarga nur solding bahor. Go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor. Dehqon bobolar mehnat mo'l bo'lsin, zaminimiz doim nurlarga to'lsin. Vatanim jonu dilim o'zbegim, bag'ringda insonlar yayrab kulsin. Yurtboshimiz bor, yurtimiz tinchdir, osmonimiz musaffo batiniqdir. Bag'ringda o'sgan go'zal g'unchalar yayraydi yayraydi shunchalar. Bahor bahor kelding sen bahor, sen qalblarga nur solding bahor. Go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor. Bahor bahor kelding sen bahor, sen qalblarga nur solding bahor. Go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor. Bahor bahor kelding sen bahor, sen qalblarga nur solding bahor. Go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor. Bahor bahor kelding sen bahor, sen qalblarga nur solding bahor. Go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor. Tasanno! Tasanno! Bravo! Biz studiyamizda bahoriy kayfiyat. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Oydin hayotlar dasturi yana jonli efirda. Bugun 7-mart haftaning murodbaxsh juma kuni. Studiyamizda esa bahoriy kayfiyat azizlar. Albatta, assalomu alaykum aziz do'stlar. Bahorning yana bir mana shunday go'zal, farahbaxsh kunida sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan biz juda ham xursandmiz. Azizlar, Istiqlol bolalar raqs ansambli bizga mana shunday go'zal raqs bilan kayfiyatimizni yanada ko'tardi. Albatta biz buning uchun bu ijodkorlarimizga, latofatli qizlarimizga tashakkur aytamiz. Hozir esa studiyamizga Istiqlol guruhi rahbari xoreograf Mashhura Pirjonova va opa uka guruhi solisi Alisher Ibrohimovlarni taklif etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayram Assalomu muborak alaykum. bo'lsin. Va alaykum assalom. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Yaxshi Mashhura opa, yetishganinglarmi? bayram muborak bo'lsin avvalambor. Qizlar jonlar sizlarga ham bayram muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Marhamat, salomlashib olishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar, studiyadagilar, ayol qizlar, onalar, buvijonlar, hammanglarni kelayotgan
8-mart bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar, azizlar, biz yaxshi ko'rgan, biz hurmat qilgan aziz ayollarimiz, yaqinlarimiz barchangizni 8-mart bahor ayyomi bilan tabriklaymiz. Fursatlardan foydalanib, Oydin hayot ko'rsatuv ijodkorlarini ham tabriklaymiz. Rahmat. Katta rahmat Mashhur opa. Menimcha biz studiyamizga bugun sovg'alar bilan kelgansiz, to'g'rimi? Albatta, sovg'alarimiz bir-biridan go'zal. Mana raqsimiz opa-uka dueti bilan ham duet qo'shiq tayyorlab kelganmiz. Bugun sovg'a bor-a, demak. Albatta. To'ppa-to'g'ri, o'zi bugungi ko'rsatuvni bemalol bayramona son desak bo'ladi, chunki biz ertaga efirga chiqmaymiz azizlar. Bugun hamma opa-singillarimizni tabriklash imkoniyatiga egamiz. Demak, biz sizlardan tabrik eshitamiz. Hozir bular raqsda bo'ladimi yoki bolajonlarimiz bor, ularmi? Istiqlol raqs guruhini katta guruhi raqsga tushib bo'ldi. Endi esa jajji qizaloqlarimizni taklif qilamiz. Bu qo'shiq ham raqslari bilan, to'g'rimi? Albatta. O'zi katta guruhdagi qizlarga rahmat aytamiz va kichik bolalar guruhini taklif etamiz. Qizlar, rahmat sizlarga. Marhamat. Ana patronlari bilan-da bu. Voy, bularning shirinligini. Ana milliy liboslar, milliy kayfiyatlar. Bravo. Bravo. Bir-biridan shirin, Voy, bir-biridan chiroyli. Mashhur opa, juda ham to'g'ri aytibsiz. Bularga qarab to'ymaydilar. Hozir Nigoraxon raqsga Qani, tayyorgarlik qani. ko'rib olinadi. Ana undan keyin opa-uka guruhidan Qani, go'zal qizaloqlar bir tayyormisizlar? Tabrik o'rnida qabul qilasizlar azizlarimiz, aziz ayollarimiz. Tayyormisizlar? Demak, Boshladik. opa-uka guruhidan maxsus ayollarimizga tabrik qo'shiq. Marhamat. Marhamat. Mart bilan tabriklaymiz ayollar. Sizlarsiz hayot yo'qdir, go'zal opa-singillar. 8-mart bilan onalar, buvijonlar, baxtimizga borsizlar, ammalar u xolalar. Ochilar gullar, sayrar bulbullar, kelinchak bahor, dildan so'zim bor, uy farishtasi, mehr rishtasi, uzilmaydi hech yor nashidasi. 8-mart bilan tabriklaymiz ayollar. Sizlarsiz hayot yo'qdir, go'zal opa-singillar. 8-mart bilan onalar, buvijonlar, baxtimizga borsizlar, ammalar u xolalar. Yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz, ko'pdir kasbingiz, so'nmas ahdingiz, dilbaru janon, tarifi doston, tugamaydi hech, sog' bo'ling yomon. 8-mart bilan tabriklaymiz ayollar. Sizlarsiz hayot yo'qdir, go'zal opa-singillar. 8-mart bilan onalar, buvijonlar, baxtimizga borsizlar, ammalar u xolalar. 8-mart bilan tabriklaymiz ayollar. Sizlarsiz hayot yo'qdir, go'zal opa-singillar. 8-mart bilan onalar, buvijonlar, baxtimizga borsizlar, ammalar u xolalar. 8-mart bilan mart bilan Bravo! Juda ham go'zal tarona. Bu Nigoraxon, bu qarsiylar Mashhur opa sizga, qizlarimizga va qizlarimizni onajonlariga bo'ladi. Sizlarni ham bayram bilan tabriklaymiz. Rahmat. Katta rahmat Mashhur opa, bizga mana shunday bayramona kayfiyatni, bayram dasturini yana ham boyitib, mana shunday chiroyli qilib berganingiz uchun katta rahmat deymiz sizga. Sog' bo'linglar. Bolajonlarga esa alohida rahmat. Bugun ko'rganimizdan juda ham xursandmiz sizlarni. Sizlarni yana bayram bilan tabriklaymiz. Ertaga mazza qilib bayramni oila davrasida
kutib olishni tilakdoshimiz. Azizlar, bizda esa qisqa tanaffus. Bizni qadrli muxlislarimiz, biz fayzli va sevimli bo'lgan oshxonamizdamiz. Bugun oshxonamizning egasi oshpaz Xolnazarov Hasan. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Hasan. Xush kelibsiz. Oydin Hayot Live dasturi muxlislar uchun bugun qanday yegulik tavsiya etasiz? Assalomu alaykum hammaga. Bugun xudo xolasa Oydin Hayot intervyusi telekanali uchun gretik salat tayyorlab berdik. Aha. Bu nafaqat ayollarimiz, keyingi ro'zada iftorlik uchun, saharlik uchun ayollarimiz tez tayyorlanadigan, foydali, hammasi bilan bir qatorda yoshartirish xususiyati bor. Chunki hamma narsa tabiiy mahsulotlarga ega bo'lgan salat tayyorladik. Juda ham to'g'ri. Demak, bu o'zi biz aytganda yunoncha salat bo'ladi, to'g'rimi? Juda ham ishtaha. Yunonlarning san'ati, lekin yeyolmaymizda biz. To'g'ri, biz Bu ro'zamiz. iftorlik uchun, saharlik dasturxoni uchun bemalol tortsa bo'ladi. Bemalol topsa bo'ladi. Xudo xolasa ro'zamizni ham nihoyat qilib tugatib olsak, undan keyingi ovqat ratsionimizga bemalol qo'shsak bo'ladi. Chunki bu ham tez hazm bo'ladi, ham sog'liq uchun foyda. Hasan ham sog'lom turmush tarziga asoslanib, Xuddi shunday. juda ham zo'r, juda ham zo'r. Aynan Nigoraxon, bu salatni men juda ham yaxshi ko'raman. Lekin tayyorlashni bilmayman, chunki bu O'rta Yer dengizining mashhur salatlaridan, to'g'rimi? Endi men shuni tayyorlashim uchun menga buni retseptini aytib o'tsangiz, nimalari borligini aytib o'tsangiz, men tayyorlashga harakat qilaman. Endi O'rta Yer dengizi o'sha atroflari, Yunon taraflarida tayyorlangan bo'lsa ham, biz O'zbekistonimiz jannat makoni yurt. Ming o'tda tayyorlangani bilan o'sha mahsulotlar biz O'zbekistonda ham bemalol topsa bo'ladi. Misol uchun iceberg salati bor, pomidor, misol uchun bodring, zaytun, shu brinzalari bor. Bu xohlagan magazinimiz, do'konlarimizda, bozor rastalaridan ham topsa bo'ladi bular salatlar, masalliqlar. Shu o'rinda yana bir savol Hasan. Xo'p. Zaytunni yashirini ham solsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, bemalol. Demak, hozir Nigoraxon aynan menga o'xshagan erkaklar uchun mana ekranda buni retsepti berilyapti. Bemalol uni ko'rib, takroriy efirda yoki bo'lmasa Telegram ijtimoiy tarmoqlari orqali YouTube, Instagramda ham bemalol ko'rib, ertaga tayyorlasanglar bo'ladi. Ertaga men, misol uchun, xudo xohlasa, oshxona egasi bo'lib o'zim, Kenayimga qo'l bola ahli ayolim va jajji qizalog'im Ominaxonga o'zim tayyorlab berishga harakat qilaman. Va'da bermayman, lekin harakat qilaman. qilasiz. Biz bunga ishonamiz. Biz sizga ishonamiz. Albatta. Keladigan umiddamiz. Hasan, uyda ham ovqat tayyorlab turasizmi? Iftorlikka, saharlikka oila a'zolaringizga Men xursand o'zim bo'lish uchun? 5 yildan oshiq oshpaz bo'lib ishlayman. O'zim uyga borsam, qozon kapkirda bermayman. O'zim boshdan ovqat qilib beraman. Chunki men qo'limni ovqat yeyishni ko'plar yoqtiradi. Uydagilarimiz. Juda ham Endi zo'r. men Hasanni oldiga o'tsam, chunki Hasan bilan oldin ham ko'rishganmiz. Hasanning birinchi ustozi oilari bo'ladi. Endi mana ertaga rejalar qanday? Uyda ayollar uchun nima tayyorlab berish rejasi bor? Bayram dasturxoniga Bayram aynan dasturxoni uchun aynan to'ppa-to'g'ri. Bayram dasturxoni uchun avvalambor ro'zani hisobga olib, birdaniga og'ir ovqat emas. Xudo xolasa, avvalambor hammaga birdek yoqadigan osh ham qilamiz. Birinchisiga suyuq solib, xudo xolasa. Endi bu sirida. Undan ortiqroq narsa ham qilamiz, xudo xolasa. Onalarimiz, opalarimiz uchun undan ortiqni qilsak ham kam. Shirinliklar ham tayyorlab turasizmi? Shirinliklar. Shirinliklar hammasi tayyorlaymiz. Bulchkalar, har xil pirojnilar, desert uchun ham. Demak, ertaga dasturxonga iftorlikka Bemalol mehmonga borsak bo'ladi. Boramiz, Ertaga Masalan, kutaman. Hasan bemalol doim ana mehmon do'stiga o'zi ham bilinib turadi, chunki Instagramda ham yozishib turamiz. Aka, keling, xohlasangiz restoraningizga, xohlasangiz uyga deb turadilar. Endi Hasan mana
5-6 yildan beri oshpazlik bilan shug'ullanyapsiz, to'g'rimi? shunday. Armiyaga bordim dedingiz boya. Oo, Hasan harbiy xizmat. bir hafta bo'ldimi kelganingizga? Yo'q, 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. Hasan armiyadan xizmat qilib qaytdilar. U yoqda ham oshpazlik qildingizmi? U yoqda endi nima desam, armiya sharoitida ham menimcha meni yordamim kerak bo'lmadi. Hammasi zo'r. Biz faqat o'zimiz yurtimiz uchun xizmatda bo'ldik. Ham batafsil nima desam, oshpazlarga nimadir o'rgatib yo yordamga qo'l bog'lamadim, chunki men ularga ishondim, haqiqatan zo'r. Hasan, aynan mana shu xizmat jarayonida o'zingiz kasbingizni, oshxonani sog'indingizmi? Ancha sog'inib, o'zi qarang, 28-kuni qasamyod bo'lgan bo'lsa, 28-fevral kuni, 1-fevral kuni nochka даже ishga chiqib ketdim. Nochka chiqib, keliboq, sразу ishga boshlab, ishlarni tugatib olib, xudo xolasa. Bu kasb yaxshi ko'rishdi. Mana bizga ham aytadi, televideniyada ishlaysan, yaxshi ko'rasan, yaxshi ko'rmasang ishlamaymiz u yerda. Yaxshi ko'rganimiz uchun har kuni ertaga ham kelamiz, chunki ertaga kech payti 22:00 da kim bilan dasturi bemalol ko'rib, mazza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Hasan, ko'ring, juda ham zo'r bo'ladi. 2 soat davomida jonli efirda biz muxlislarimizga eng yaxshilarini ilinamiz. Endi Hasan, mana bu salatni biz albatta tatib ko'rib baho berishga harakat qilamiz. Buni albatta iftorlik dasturxonida biz yeymiz, to'g'rimi? Endi sizga yana savolim, Hasan, oshni ertaga damlayman dedingiz. Choyxona osh qilish rejada bormi yoki to'y oshimi? To'y oshi ma'qulroq deb o'zim tavsiya qilib tanladim. Chunki baribir nima desam, og'irligiga nisbatan choyxona palovida ozgina qo'y go'shtilar ishlatiladi, dumbalar yog'lar, ozgina ratsion pishirish jarayoni ozgina og'irroq bo'ladi. Yeyishga ham. To'y oshi ham qulay, yeyishga ham bemalol tavsiya qilaman, xudo xolasa. Albatta birinchi suyuq bo'ladi, to'g'rimi? Nigoraxon ham mana hozir zo'rg'a turibdi. Ertaga borsammikin, men ham borsammikin deb. Nigoraxon boraman. Boring. Ertaga boramiz. Men borolmayman ertaga. Men ham uydagilarga xizmat qilishim kerak. Boya va'da beraman. Mana yunon salatidan tayyorlab beraman degan rejalarim bor. Lekin haqiqatda bu salatni yaxshi ko'raman. Bu birinchidan ozdirishga ham menimcha yaxshi yordam beradi. O'tgan Ham tez hazm bo'ladigan. O'tgan ko'rsatuvlarda aytgandim, men o'z sportchiman. To'g'risi bu salatni bugun tayyorlamayman. Doimiy ratsionimda, ovqat ratsionimda bor. Sport formani saqlash uchun ayollarimiz har xil go'zalligini, yoshligini, qomatini saqlash uchun bir so'z bilan aytgan. Vitaminlar bor ichida, vitaminizatsiyaga ega bo'lgan salat. Nima desam, yosh kattalarga ham bemalol tavsiya qilamiz. Birdek yoqadigan. Xuddi shunday. Buni o'zingiz yaxshi ko'rar ekansiz. Endi onajoningiz yaxshi ko'radilarmi? O'zi umuman onajoningiz qanday taomlarni, sizni aynan sizni o'g'lim mana shu ovqatni zo'r qilasan, mana shu ovqatni yaxshi ko'raman degan taomlari bormi? Onajonim oshpaz bo'lsalar ham, meni o'zi xursand qiladigan tarafi, nima tayyorlab bersam ham xursand bo'lib yeydilar. O'zi onam aytadilar, o'zi qo'ling shirin deb qo'yadilar. Keyin osh qilib beraman, boshqa ovqat, har xil ovqatlar. Shu hozircha xato kamchiliklar bo'lsa aytib turadilarmi yoki berkitadilarmi? Zo'r bo'lib deb qo'yadilar. Berkitish yo'q. Mening onam to'g'ridan aytadi. To'g'ri aytiladi. O'shaning uchun ustimizda ishlaymiz. Hozir Xudoga shukr, ishonchlarni oqlab, mazza qilib tanovul qiladilar. Biz sizga yanada oyijoningiz ishonchini oqlab, yetuk, malakali oshpaz bo'lishingizni biz tilakdoshmiz. Endi Nigoraxon nimaga erkaklarning qo'li shirin bo'ladi, bilasizmi? Chunki erkaklar mahsulotlarni ayamasdan soladi-da. Sizlarga o'xshab menmi, ana maydalar yo'q. Bir marta pishiradi, bir oylik narsani pishirib qo'yadi. O'shaning uchun erkaklarning taomi doim mayli yaxshi olib keladigan ham o'zinglar, sarflaydigan ham o'zinglar. Hasan, siz doimgidek omadli yigitsiz, chunki sizni havas qilganlar ham ko'p. Bugun bemalol mana to'g'ri kameraga qarab onajoningizni butun o'zbek onajonlarini tabriklash imkoniyatiga egasiz. Marhamat. Avvalambor tashrif chaqirganinglar uchun kattakon rahmat. Ertangi kungi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan barcha O'zbekiston ayollari, butun musulmon ayollari, barcha jamiki ayol qizlarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Ularga sihat, salomatlik, baxt, saodat, nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga erishib yurishlarini tilakdoshman. Yana ham nima desam, gapirsa gap ko'p, juda ham. Ular qancha ardoqlasak, avaylasak, shuncha kam, chunki ular nima desam, juda ham ta'riflashga tilojiz ular uchun. Hasan, onajoningizni yaxshi ko'rishingizni aytganmisiz? Yana bitta ayting, marhamat. Men sizni chin yurakdan yaxshi ko'raman. Joningiz sog' bo'lsin, baxt soat, biz baxtimizni sog' bo'lib ko'rib yuring.
yana bir bor bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ana ko'ngildan chiqqan gaplar ko'ngilga yetib Chunki boradi. ona haqida gapirsa To'ppa-to'g'ri. hamma to'lqinlanadi-da. To'ppa-to'g'ri. Hasan onajonlarning umrlari uzoq bo'lsin, doim duogo'y bo'lib yursinlar. Sizning ishlaringizda omad, zafarlar tilaymiz. Doim shunaqa xushchaqchaq bo'lib, bizni dasturimizda mehmon bo'lib turish nasib qilsin. Azizlar, bizda esa hozir qisqa tanaffusdan keyin esa bizda ustoz san'atkorimiz Alijon Isoqov mehmon bo'ladilar. Azizlar, ko'rishamiz hozir yana. Salqin saharlarda bodom gulida, binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yellarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Nigohlaring sirli boqar zilola, qarashlaring o'tlar yoqar zilola. Senga maftun hatto ko'kda hilola, zilola zilola zilola. Senga maftun hatto ko'kda hilola, zilola zilola zilola. Ertayu kech ko'z tutarman yo'lingga, kelib qolsang gul tutarman qo'lingga. Ertayu kech ko'z tutarman yo'lingga, kelib qolsang gul tutarman qo'lingga. Qiynoqda jon yo'l topolma dilingga, zilola zilola zilola. Qiynoqda jon yo'l topolma dilingga, zilola zilola zilola. Balki sevging pinhon yurur dilingda, ammo uni chiqarmaysan tilingga.
ammo uni chiqarmaysan tilingga. Rahim etgil men shaydo bulbulingga. Zilola, zilola, zilola. Rahim etgil men shaydo bulbulingga. Zilola, zilola, zilola. Zilola, zilola, zilola. Oh, zilola, zilola, zilola. Bravo! Bravo! O'sha Azizlar, mashhur tarona. Azizlar, O'zbekiston telekanalida Oydin hayot dasturi davom etadi. Bu qo'shiqni bizga ustoz xonanda Alijon Isoqov ijro qildilar. Bu qo'shiqni Alijon akamni bemalol tashrif qog'ozi desak ham bo'ladi, to'g'rimi ustoz? Va bu qo'shiqni eshitgan hozir orqasida o'tirgan barcha Zilola degan ismli qizlar qanchalik baxtli, to'g'rimi ustoz? Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalidagi Oydin hayot ko'rsatuvini ko'rib turgan barcha yurtdoshlarimizga xayrli kun, juma yom muborak bo'lsin. Endi bu qo'shiq juda ham mashhur. Ham bolaligimdan o'zim sevib eshitganman, sizlarga o'xshab muxlis bo'lganman. Ustozimiz Oybek Sultonovga mingdan ming rahmat deyman. Mana shu qo'shiqni menga ruxsat berganliklari uchun va bu qo'shiqqa men klip olib ko'p sonli muxlislar orttirganligim uchun ustozimga alohida rahmat aytib qo'yishim kerak. Sizni ijroingiz ham go'zal bo'lgan ustoz. Bu qo'shiq o'sha sizni aytdi-ku, tashrif qog'ozi bo'lgan. Rahmat. Ustoz, studiyamizga xush ko'rdik. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Endi keling, sizni suhbat uchun menga taklif etamiz. Keling Nigoraxon. Ustoz, bayram kayfiyatlari qanday o'zi? Juda ham a'lo darajada. Uyda bayramona kayfiyat. Albatta, Hamma xursand, hamma shod. Albatta. Bozorga tushib sovg'alar olib bo'ldingizmi yo endimi hali? Endi-da. Ertaga. Endi xudo xolasa. Alijon aka, bilamiz yaqinda konsert berdingiz. Taassurotlar qanday bo'ldi? Siz kutgandek o'tdimi konsert dasturi, konsert jarayoni sizga? Endi avvalo mana shu konsertni yorug' yuz bilan o'tkazib olganligimiz uchun Allohga beadad shukr. Chunki bu juda katta mas'uliyat. Imtihondan o'tish degandek. Qaqqaha guruhi bilan mana shu jonli ijrodagi konsertimiz menimcha muxlislarga juda ham yoqdi. Chunki bizga uchta ijtimoiy tarmoq orqali rahmatlar yo'llagan muxlislarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Lekin men o'sha oldingi konsert dasturimda xalqimizga va'da bergandim. Bundan keyingi konsertlarimda jonli ijro bo'ladi deb. Xudo xolasa mana boshlanishi hali yana o'zimizni yakkaxon dasturlarimizga tayyorgarlik boshlandi. Xudo xolasa jonli ijrodagi konsertlarimiz davomli bo'ladi degan umiddaman. Biz kutib qolamiz. Ustoz, o'zi mana konsert berish hozir ba'zi bir xonandalar uchun bu biznesga aylandi-da. Tanilish, men doim aytaman, tanilish oson, tan olinish qiyin. Mana ustoz tan olingan san'atkorsiz. O'sha muxlislar qo'ymagani uchun konsert berdingiz. Bu o'zi san'atkorning bir yillik hisoboti, bir yilda qilgan ishlarini hisoboti. Mana bu konsertda nechta qo'shiq ijro qilindi ustoz? Biz hozirgi konsertimizda 7 ta qo'shiq jonli ijro qildik. O'sha hammasi jonli ijroda bo'ldi. Endi o'zi yana 8 ta qo'shiq tayyorlasangiz, bitta konsert dasturini repertuari bo'lib qoladi-da, programmasi. 5 ta 6 ta bitta chiqasiz, 5 ta 6 ta bitta chiqasiz, 5-6 ta chiqasiz. O'sha bilan konsert tugaydi. Chunki konsert o'sha o'zini me'yori bor. 1 soat necha minut yoki 2 soatga bormaydigan holat bo'lish kerak-da. O'sha so'z boshidan boshlanadi, o'sha yakunigacha. Chunki o'sha konsert zalidagi muxlislarni juda ham unaqa uzoq ushlab turish mumkin emas. Aslida kimnidir qorni ochib qolish mumkin yoki boshqa nima qonun qoidasi bor. O'shanga yarasha qisqa va chiroyli bo'lish kerak. Men o'ylaymanki, bizni O'zbekistonimizdagi, yangi O'zbekistonimizdagi ijod qilayotgan har bir ijodkor bizni xalqimizni, farzandlarimizni ertaga tarbiyasi uchun ham alohida qo'shiqlar, tarbiyaviy ahamiyatga bo'lgan qo'shiqlar ijro qilinsa,
va bo'lyapti. Bundan keyin ham o'sha narsani kuchaytirishsa, yana ham bir maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddaman. Endi ustoz, sizni konsertingiz bilamiz. Ko'proq sizni konsertingizga oilaviy tushishadi. Albatta. Konsertingizda ayollar, onajonlar juda ham ko'p bo'lgan bo'lsa kerak, to'g'rimi ustoz? Ha, juda ham endi bu yerda biz o'sha opa-singillarimizni kayfiyatini ko'taradigan darajadagi qo'shiqlar ijro qildik. Qolaversa, otang yoningda bo'lsa, onang yoningda bo'lsa, davlat emasmi degan qo'shig'imizni xalqimiz juda ham yaxshi kutib oldi. Men chunki buni o'zim ijro paytimda o'zi his qildim. Chunki meni yuragimni tebratgan qo'shiq o'sha tebranish darajasida muxlislarga ham yetib boradi-da baribir. O'zingiz yonib aytganingizdan keyin boshqalarga ham o'sha ta'sir qiladi. Aytadi-ku, yurakdan chiqsa yurakka yetib boradi Shunaqa deb. qalbdan chiqqan. Endi ustoz, siz Isoqlar sulolasini baribir darg'asisiz, ustunisiz. Shu asos solganlardan birisiz-da, ustoz. Endi o'sha Isoqlar sulolasida farzandlaringiz orasida ayniqsa kelajakda san'atkor bo'laman degan farzandlaringiz bormi? Endi hali bizni Isoqlar sulolasida yangi ijodkorlar chiqib kelaveradi. Chunki bu Allohdan berilgan bir talantda. Shunaqa. Mana eng katta o'sha akalarim Abdurashid Isoqov, Abdurazzoq Isoqovlar bir paytlar debyut degan ko'rsatuv bo'lardi. O'shalarda chiqib xalqimizga o'sha o'zlarining ijodlarini qilishgan. Undan keyin mana o'sha oilada 9 ta o'g'ilda 8-inchisi menman. O'sha menga mashhurlik nasib qildi. O'zimga yarasha muxlis qolaversa ketma-ket xalqlar do'stigida konsert dasturlari o'tkazish nasib qildi. Mana bizni izimizdan mana Vohidjon Isoqov chiqib keldi. Maqsudbek Jabbor, buni ko'p muxlislarimiz bilmaydi. Uni Salimaxon kelaman dedi, kelmadi. Ko'zi qaro, sevaman dedi, aldadi. U ham jiyanim bo'ladi. Maqsudbek Isoqov bo'lib yangi ijodini olib chiqyapti. Butun san'atkorlar oilasi ekansizda. Endi meni farzandlarim Westminster oliygohini tugatdi, katta farzandim. O'sha IELTSdan ham maqtansa bo'ladi. 7,5 2 marta birinchi kursligida ham, 4-bosqichda ham o'sha 7,5 ballik IELTS oldi. Hozir o'zini ishi bilan mashg'ul. Kichkina farzandim bir sportchi bo'laman deydi, uni bir futbolga qo'yamiz, keyin olimpiadalarga qatnashadi, birinchi o'rinda olib kelsa aytamiz buni bilim bor deymiz. Hozir ham o'sha 3 ta 4 ta repetitorga qatnab, ingliz tilidan u ham juda ham bir qattiq tayyorgarlik ko'ryapti. Xudo xolasa dada men akamdan baland 8 ball olaman deb turibdi endi. Xudo xolasa avvalo niyatiga yetsin. Endi unda talant bor. Xudo xolasa balkim o'sha farzandimiz qo'shiqchi bo'lib ketar. Endi bu Allohdan. Hech qachon ijodni majburlab singdirib bo'lmaydi. To'g'ri. Endi u professional xonanda bo'lish ehtimoli kuchli, chunki xonanda degani baribir biz xalqning orasida yuramiz. Kimdir misol rus tilidagi qo'shiqlarni yaxshi ko'radi, kimdir ingliz tilidagi qo'shiqlarni, kimdir o'zbek. Ana ingliz tilini, rus tilini aytyapsiz-ku, IELTSdan olsa, xudo xolasa mukammal bir professional ijrochi bo'ladi. Juda ham to'g'ri. Juda ham to'g'ri. Aljon aka, biz sizga hozir bir ajoyib surpriz tayyorlaganmiz. Menimcha ushbu sovg'amizni ko'rib, siz o'zingiz ham xursand bo'lib ketsangiz kerak. Marhamat, kutib olamiz. Xonanda Olovuddin Isoqov taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Eskanida xurshab bodam Fordan intikar dilim Kelmadingmi sen mabodo Atringdan ey atir gulim Sen umrimning bahorisan Shabnamisan ohorisan Yoshligimning iforisan ey Atringdan ey atir gulim 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 Atringdan ey atir gulim 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 Iforingdan intikar dilim 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 Sen umrimning bahorisan ey Atringdan ey atir gulim 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 Atringdan ey atir gulim 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 Iforingdan intikar dilim 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 Sen umrimning bahorisan ey Atringdan ey atir gulim gulim gulim
hayron, hatto g'adorlari hayron, farang attorlari hayron. Atringdan ey atir gulim, gullar ko'pu tog'san o'zing, dil bog'imda shoxsan o'zing, menga kerak shaxsan o'zing. Atringdan ey atir gulim, sen umrimning bahorisan, shabnamsan ohorisan, yoshligimning iforisan ey. Atringdan ey atir gulim, gulim gulim, atringdan ey atir gulim, gulim gulim, iforidan intikar dilim, dilim dilim, sen umrimning bahorisan ey. Atringdan ey atir gulim, gulim gulim, atringdan ey atir gulim, gulim gulim, iforidan intikar dilim, dilim dilim, sen umrimning bahorisan ey. Atringdan ey atir gulim, gulim gulim. Atringdan ey atir gulim, gulim gulim, iforidan intikar dilim, dilim dilim, sen umrimning bahorisan ey. Atringdan ey atir gulim, gulim gulim, atringdan ey atir gulim, gulim gulim, iforidan intikar dilim, dilim dilim, sen umrimning bahorisan ey. Atringdan ey atir gulim, gulim gulim. Bizga shunday bir go'zal taronani Olovuddin sohib ijro qilib berdilar. Keling, Marhamat. Olovuddin aka xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi aka? Rostdan Olovuddin aka, biz o'zimiz joyimizda o'zimiz tutib tura olmadik. Ha. Maza qilib o'ynadik. Olovuddin akam oldin ko'rsatuvga kelganda ham aynan maza qilib o'ynaganmiz. Yo'q, Chunki Olovuddin akamning qo'shiqlari tez quloqda qoladi va o'ynashga majbur qiladi. Gapirmang. Charchab qoldimmi? Yana bitta Marhamat. juft bo'lganda yana o'ynardik. Ha, Olovuddin aka, siz muxlislarga bir kundalaklar aytib oling. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston telekanalining aziz muxlislari, qolaversa Oydin hayot live ko'rsatuvining ajoyib samimiy muxlislari, mana bugun o'lkamizda ajoyib bir bahor fasli hamda qolaversa mana ro'za Ramazon oyi onajonlarimizni, opa-singillarimizni ajoyib bir bayram mana shu yaqin kunlarda ifor urib turibdi-da. Ilohim baxtimizga hammalari sog' bo'lsin. Bayram hammaga muborak bo'lsin. Albatta ifori urib turadi aka, chunki bizda ifori urib turadi-da. Endi Mana qizlarimiz atlas kiyib olgandan ham ma'lum. shunaqa. Ustoz, endi ilojimiz yo'q. Biz doim shu ayollarimizni yaxshi ko'ramiz, boringlarga shukur. Alijon aka, siz Olovuddin akamni ijodiga qanday qaraysiz? O'zi Isoqovlar sulolasining ijodini nazorat qilib turasizmi yoki ular erkin ijod qilishadimi? Bular hammasi nazoratda. Hammasi Hammasi nazoratimiz mani ostida. nazoratim ostida. Ular ko'p gap eshitadi. Nimaga harakat qilmaysan? Nimaga intilmaysan? O'sha endi bu hayotda Xudoyim har bir insonga o'sha 1% agar talant berilgan bo'lsa, uni 99'ini odamzodni o'zi yaratish kerak. Mehnat. Mehnat qilish kerak. Uni ko'p takrorlayman. Endi mana qo'shig'i juda ham yaxshi, chiroyli, yoqimli. Men mana shu Oydin hayot ko'rsatuvida shu yigitga bir Oydin hayotida bir juda ham bir gullab ketish maqsadida o'zimni ijodimdan bitta qo'shig'imni ham sovg'a qilaman sizlarning nominglardan, Xudo xolasa. Zo'rku. Xudo xolasa. Endi mana Olovuddin aka, sizni ustozingiz bor. Bir emas, bir nechta. Chunki akalarim bor dedingiz-ku. Alijon akam ham xuddi akalarini nazoratida bo'lib, ular nimaga Alijon akam men tez tanilganman? Chunki ular yiqilib o'sha Alijon akam yiqilmasligiga harakat qilishgan va Alijon akam ham o'zlari u yoqda turtilib sizlarni ijodingizga befarq bo'lmaydi. Mana xatoni qilma, mamnaq qilgin deydilar. Shunaqa ustozingiz sizni nazorat qilib turibdilar. Shu ishlamasang bo'lmaydi, ijod qil deb turibdilar. Endi nima yangi ijod mahsuli bor? Endi Xudo xolasa kelajakda ko'p, mana shu yaqin kunlarda ham ustozim aytgandek, mana bitta qo'shiqlarni berdi. Bu
o'zimga yoshingda yoqardi-da, juda ham yaxshi ko'rardim shu qo'shiqni. Istab yurardim yuragimdan. Shu ustozdan bir so'rasam, akamdan berar ekanlarmi, yo'qmi ekan deb maqib yurardim. Xudo xolasa shu qo'shiq yana qolaversa, ko'plab qo'shiqlar ustida ish olib boryapmiz, ustozim bilan maslahat qilamiz. Mana bu qo'shiq bo'lmaydi desalar, birdan atkaz Endi bo'ladi. bularga men aytaman-da, o'sha yangi qo'shiq bir oyda 2 ta, 3 ta yoki bo'lmasa bir yangi g'oyalar kelib qoladi. Bularga ijro qilib beraman-da. Nimaga shunaqa narsalar yaratmaysizlar desam, bizlar kallamiz sizga o'xshab ishlamaydi. Yo'q, endi odam shu narsaga tayyor bo'lish kerakki, katta orzu qilyaptimi, katta oldiga maqsad qo'ydimi, o'shanga yarasha harakat bo'lish kerak. Ko'proq kitob o'qisin, ko'proq she'riyatga, shoirlar bilan suhbatda bo'lish kerak, shoirlar bilan do'st oshna-og'ayni bo'lish kerak. Hayot yo'lini odamzodni o'zi topadi-da baribir. To'g'ri. Ko'proq harakat qilish kerak. Endi men ochig'i bu ko'rsatuvni oldin ham bir tashrif buyurganman, menimcha o'tgan yili. Juda ham fayzli ko'rsatuv. Iloyim bizni mana shu ijodkorlarimiz kelib, mana shu yerda o'zini yangi ijodlari bilan, qolaversa hayotdagi eng bir ushalmagan orzularini gapirib, xalqimiz bilan bo'lishadigan ko'rsatuvda. Iloyim bu ko'rsatuv bardavom bo'lsin, ijodkorlari hammalaringizni ijodlaringizga omad tilayman. Endi hozir Alovuddin juda ham bir baxtli yigit, ota-onalarini ko'rib turibdi, ota-onalari Abdurauf akam, yangam, qolaversa barcha qarindosh-urug'lar ko'rayotgandir bu ko'rsatuv. Mana shu Alovuddinni xudo xolasa men kelajagiga shu Vohidjonga o'xshab elga aziz, mashhur san'atkor bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Iloyim, eng kamida sizga o'xshasin. Iloyim. Ana ustozdan o'tmagan shogird emas deyishadi-yu. Endi ustoz hozir bizga kelgan Telegram platformasida kelgan talablar bor. Chunki kecha sizni reklama qilib anons berganimizda Alijon aka keladimi? Mana bu qo'shiqlari deb so'rashdi. Hozir yana so'ralgan qo'shiq bor, sizning mashhur qo'shig'ingiz Talaba. Ana o'shani so'rashyapti. Endi bu qo'shiqqa biz challenge e'lon qilganmiz. Bekordan bekorga so'rashmayotgandir. Bu qo'shig'imizni challenge'iga katta mukofot qo'yganmiz. Sabab mana shu bahonada jamiki talabalarni o'sha mana shu qo'shiqqa e'tiborini tortish va bu hayotda sevgi muhabbat bor narsa, bahor keldi, kimdir ertaga yor izlayapti, uylanadiganlar, o'zim ham kelin qidirib yuribman degandek, kimdir turmushga chiqish kerak. Hamma bizni o'zbek yigit qizlarimiz o'z baxtini topib, hayotlari gullab yashnashini men Xudodan so'rab, ana shu qo'shiqda hammaga yaxshi kayfiyat ulash uchun ijro qilib beramiz. Marhamat. Alijon Isoqovdan Talaba qo'shig'ini birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Yoshligimda sevdim bir talaba qizni. O qiz menga bir bora qiyo boqmadi. Yoshligimda sevdim bir talaba qizni. O qiz menga bir bora qiyo boqmadi. Sababini so'rasangiz men oddiy bola. O qizlarning ichida tengi yo'q lola. Talabalar ichida suyganlar bormi? Oshig'iga yetolmay kuyganlar bormi? Talabalar ichida suyganlar bormi? Oshig'iga yetolmay kuyganlar bormi? Yigit qizlarga orzu talaba bo'lmoq. Qancha baxtdir bu davrda o'ynamoq, kulmoq. Davramizga qo'shiling, jim turmang shundoq.
Mani talabalik paytlarim esimga tushib ketdi ustoz. Talabalik oltin davrim deydi-yu. Nechta qizni kuydirganlar eslarga tushdi. Yo'q, unaqa demang. Men yaxshi ko'rganim bitta. U ham hozir birgaman bilan. Ha, yaxshi. Bu haqiqatda talabalik oltin davr ekanda, menga aytishardi. Nimaga talabalik oltin davr? Men tushunmasdim. Maktab payti ko'pchilik ota-onasi yonida bo'ladi. Uylanmaydi. Endi ana hayot tashvishi bo'lmaydi-da. Institutga kirgandan keyin, oliygoh kirgandan keyin, ana undan keyin boshlanadi. Uylanish yoki ota-onasini yo'qotish. Ana o'shanda sinfdoshlardan ko'ra ko'proq kursdoshlar yonida bo'lar ekanda. O'shaning uchun bir oltin davri menimcha. Yana bilmadim. Bularni ham nimalarni, fikrlarini eshitaylik. Talaba bo'lganlar bitta-bitta qarang. Men talaba bo'lganimda, men o'z vodiyliman. Ota-onamdan juda ham uzoqda bo'lganim uchun faqat sog'inch qiynagan. Boshqa hech narsa qiynamagan. Ayrim darslarni qiyinchiligi, ustozlardan baho ola olmaslik, umuman qiynamagan. Faqat otamni, onamni sog'inchi qiynagan. Olovda soq nima deyiladi? Marhamat, Olovdan aka. Yaxshi bo'lgan. Ochilmagan sirlar ochilyapti. Gapiravering. Ko'proq nima deydi? Rol tengishga to'g'ri kelganda o'shanda. Lekin rol tengish gashti ham bo'lgan aka. Endi men ikkita joyda o'qiganman. Birinchi 9-sinfimni tugatganimda o'sha kasb hunar kollejiga meni qo'yishgan. Bundan san'atkor bo'lmasin bu. Usta duradgor bo'lsin deb turib. Oilada san'atkor ko'pligi uchun o'sha yerga o'qishga 3 yil u yerda o'qiganman. Keyin Qarshidagi muzikalniy o'sha uchilishiga borganimda o'sha qanaqadir bir paxtaga olib chiqish majburiy bo'lgan u paytlar. Hozir xudo xolasa yaxshigina pul to'layapti, paxtani xalqimiz o'zi chiqib teryapti. Hech kimni majburlab olib chiqqani yo'q. Endi o'shanda men majbur bo'lganman, o'qishdan haydalib ketganman. Keyin ijod qilib, ijodimizni o'sha kasetalarda chiqarganimizdan keyin poytaxtga kelib, bitta farzandlik bo'lganimdan keyin, Shamshodjon tug'ilgandan keyin Toshkent davlat madaniyat oliygohiga o'qishga kirganman. Orol Mirzo Safarov ustozimizning qo'llarida tahsil olganman. Baxtli nima xonandaman desam adashmayman, chunki u insonni qo'lda o'qish har kimga ham nasib qilmaydi. To'ppa-to'g'ri. O'zbekiston xalq hofizi. Endi o'sha yerda eng tarbiyali o'quvchilardan bo'lganman. Ustozlar duosini olganman. Lekin biz boyaga o'sha o'shni o'qish bor, zavoshni o'qish bor degandek, o'sha biz 6 oyda bir borardik. Unda ham to'yma-to'y yurib ustozlarga aytardik, biz to'yda vaqtimiz bo'lmayapti deb. Lekin menga aytardilar-da, bo'pti, bu semestrda senga Gulzorimni o'rgataman desa, Gulzorim bilaman derdim. Unda Samarqand shog'ini uni ham bilaman derdim. Bo'lmasa Siygohni uni ham bilaman. Bo'lmasa sen tayyor ekansan, boraver derdilar-da. Chunki men o'qishga kirganimcha o'sha bir klassik daftarim bo'lardi. Ustoz Sherali Jo'rayev qo'shiqlari yoziladigan alohida daftarim bo'lardi. Hozir bormi yo'qmi shu daftar aka? O'shani to'g'risi Angrenda bir shogirdimni kimdir o'g'irlab olib qo'yganda bo'ldi. Ustoz, menda shunaqangi ko'p ediki, menda hozir turibdi shu. Yo'q, o'shani men o'g'irlatib qo'yganman. Yerda endi kimdir aytdi, men dedi, sizni dedi, yaqin bir 2 yil oldin aytdi. Siz dedi o'sha she'r yozib yuradigan daftaringizni bittasida ko'rdim. Lekin ayta olmayman dedi. Chunki kitob o'g'irlagan odam o'g'irga o'tmaydi, bilasizmi? O'zingiz shogirdlaringiz bo'ladi demak. Kitob o'g'irlagan odam o'g'irlikka o'tmaydi, chunki u o'zi uchun ilm olyapti. Men shunaqa deb bilaman. Shu uchun mayli o'sha shogirdim mendan foydalansa yoki men yozgan narsadan foydalansa, men roziman deganman-da. Lekin meni yuragimda, mana xayolimda haligacha o'sha qo'shiqlar bor. O'sha yoki oshlarga chaqirib qo'ysa ham o'sha klassikani bemalol ijro qilib ketaveramiz. To'yga chaqirsa jironda aytib, shu davrani ham, talabani aytib, shu davra ham aytaveramiz. O'sha hamma narsaga odam tayyor bo'lish kerak baribir. To'g'ri, Anajon aka, endi vaqt juda ham tez o'tyapti. Siz bitta qo'shiqingiz bilan shuncha xotira esladik. Qo'shiq shunaqa bo'lish kerak-da, xotiralarni eslatish kerak. Lekin bizda yana bitta savol bor. Nigoraxon, siz bering shu savolni. Qarasam, gapiryaptilar. To'xtamayapti. Aljon aka hozir mana aytib o'tdi, bayram, ayollar haqida gapirdik, bahor haqida gapirdik. Har bir erkakning muvaffaqiyatini orqasida baribir ayolning mehri, muhabbati, mehnati yotadi-da. Shu o'rinda qaysi bir oila a'zolaringizdagi ayollarni aynan mana shu mehnatlarini alohida ta'kidlab o'tishni xohlardingiz? Endi bu savolingizga men yuragim yig'laydi-da, chunki men rahmatli onamni haddan tashqari yaxshi ko'rgan farzandman. Rahmatli onam juda mehnatkash edilar. Hammaga shirin so'z edilar. Endi bizni
butun mana qishloqdoshlarimiz agar bizni ko'rib turgan bo'lsalar, rahmatli onam olamdan o'tganda ko'plab qishloqdoshlarimiz kelib mana onam olamdan o'tdi deb yig'laganda. Chunki hammani bolam, hammani o'g'lim deb gapirardilar. U onam, onajonim rahmatlini o'sha hattoki bir joyda bir o'tlar ko'karib qolgan bo'lsa, o'shalarni chopib, o'sha 9 ta o'g'ilni kirini yuvib, ularga ovqat qilib, haddan tashqari mehnat ko'p qilganlar-da. Lekin o'sha uchun ham men konsertlarimda ona haqida qo'shiq aytsam, shu butun o'sha auditoriyani ko'zida yosh bo'ladigan darajada jonimni berib ijro qilaman. Rahmatli onam olamdan o'tib ketgan bo'lsalar ham, chunki ruhlar bor deydi. Onajonimni o'tib ketgan bo'lsalar ham baribir esladim. Mana shu hayotda jamiki o'sha onajonlarimizni, bizni yangi O'zbekistonimizdagi jamiki onajonlarimizni, opa-singillarimizni mana shu yaqinlashib kelayotgan bayram bilan chin yuragimdan tabriklayman. Uydagi ayolimni mehnatlarini haqiqatan e'zozlayman. Men chunki bu narsani bitta onam bilan ayolimga qaratganligim, mani opam yo'q, mani singlim ham yo'q. Bu hayotda biz 9 ta o'g'il o'sganmiz. O'sha yangalarimizni, bizni jiyanlarimiz, eng katta jiyanim Mahliyo bo'ladigan bo'lsa, eng kichkinasini ismini bilmayman ham. Ko'pda chunki. Ko'p, chunki o'sha jamiki jiyanlarimizni, yangalarimni, qolaversa turmush o'rtog'imni mana shu bayram bilan tabriklayman. Iloyim har bir ona hayotda orzusi shu bo'ladiki, farzandimdan baxt ko'rib, shularni baxt kamolini ko'ray deydi. Iloyim orzulariga erishib 100 yoshlardan oshib yurishlariga tilakdoshman. Alijon aka, aytganingizga gaplashib maza qilyapmiz, lekin vaqt oliy hakam. Vaqt o'z me'yoriga yetib boryapti. Sizni o'zbek ayollariga bo'lgan mehringiz, ijodingizda ham doim namoyon bo'ladi. Sizning repertuaringizda bitta qo'shiq bor, O'zbegim qizlari. Aynan mana shu qo'shiq bugungi dasturimizning yakuniga yaxshi bir tabrik bo'ladi desak, adashmagan bo'lamiz. Bugun studiyamizga kelganinglar uchun ikkalanglarga ham katta rahmat, ijodiy parvozlar tilaymiz va biz tez xayrlashamiz Digoraxon. Marhamat. Aziz bizni kuzatuvchilarimiz, ertangi bayram barchamizga muborak bo'lsin. O'zingizni, oila a'zolaringizni ehtiyot qiling, ayollarni seving, qadrlang. Dushanbagacha ko'rishguncha. Aziz ayollar, biz barchamiz, hamma erkaklarni yaxshi ko'ramiz. Doim baxtimizga sog' bo'linglar. Biz esa Alijon Isoqovdan O'zbegim qizlari qo'shig'ini tinglaymiz. Marhamat. Biringiz hamrohim, biringiz singlim, tinglang yurakdagi nolalarimsiz. Yigitlar ne desa ham ishonavermang, asal so'zlariga quvonavermang. Biringiz hamrohim, biringiz singlim, tinglang yurakdagi nolalarimsiz. Yigitlar ne desa ham ishonavermang, asal so'zlariga quvonavermang. Biringiz hamrohim, biringiz singlim, tinglang yurakdagi nolalarimsiz. Yigitlar ne desa ham ishonavermang, asal so'zlariga quvonavermang. Güzel qizlar, asal qizlar, O'zbegimni qizlari chiroyli sizlar. Güzel qizlar, asal qizlar, O'zbegimni qizlari iboli sizlar. Yurişiniz bo'lsin shohonalarcha, qalbdagi sevgingiz afsonalarcha. Yurişiniz bo'lsin
go'zal qizlar, asal asal qizlar, o'zbegimni qizlari, iboli sizlar. Faxru zuhrolar sevgi qurboni, Majnunni qiynagan Layli hijroni. Faxru zuhrolar sevgi qurboni, Majnunni qiynagan Layli hijroni. Yuzingizda o'zbek hayosi bordur, yaxshi qiz basligan Alijon zordur. Yuzingizda o'zbek hayosi bordur, yaxshi qiz basligan Alijon zordur. Go'zal qizlar, asal asal qizlar, o'zbegimni qizlari, chiroyli sizlar. Go'zal qizlar, asal asal qizlar, o'zbegimni qizlari, iboli sizlar. Go'zal qizlar, asal asal qizlar, o'zbegimni qizlari, chiroyli sizlar. Go'zal qizlar,